Bo'lsa bitta karvona qo'yib beramiz, aka. Shu bilan ish bitadi, aka. To'g'rimi? Ko'ngildagida. Bir haftadan keyin keladilar. Nomer taqib olib, aka. Inshaalloh kelaman, bir haftadan keyin bitta karvona qo'yib berib, qilgan mehnatingizga Alloh rozi bo'lsin. Bugungi chislo 15-iyun. Iyun bilan video olamiz. Aka, ko'ngildagidami? Alloh rozi bo'lsin. Rozimisiz, aka? Alloh rozi bo'lsin. Narxini ham, boshqasini ham chotki. 2-3 ta joyga borib ko'rdilar, narx-navosini ham, boshqasini ham ko'ngildagida, aka. Bo'ldi, aka. Bitta ko'rsatamiz mashinani. Keyin ko'rsat, salonlarni ham ko'rsat. Va shu zo'r ekan lekin. Chang'an Star modeli bo'ladi. Sifat zo'r. Xo'p, bu yerga mana qo'shimcha yashik bor. Orcha narsalarni bemalol qo'yib qo'ysalar bo'laveradi. Yopildi. Bitta kalt, mana kalt sizga, aka. Xo'p, tenti keladigan bo'lsa, koreyskiy o'zi original tentdan tortib berganmiz. Balandligi 180 bo'lgan. Orqa tomoni darvozali furgon bo'lgan. Har doimgidek o'sha nержавейка ruchka, nержавейка turbadan foydalanganmiz. Ichki tomoni bitta fanera bilan обшивка bo'lib, o'zlari poliga rezinka solganlar. Xo'p, dugalari keladigan bo'lsa ham, dugasi ham baquvvat. Imam profilli ham qalinligini bitta ko'rib olasizlar. Qalin profildan foydalanib. O'rtoqlar, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol jamoamizga murojaat qilinglar. Rahmat.